Assalomu alaykum hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana masjidimizda bo'layotgan ishlar bilan qisqacha tanishtiramiz. Mana yomg'irlar ham sharros yog'moqda. Hozir ichkarini ko'rsatamiz mehrobimizni. Mana masjidimiz ichiga ham kirdik. Mana gumbazimiz, mana masjidimiz yon atrofi. Mana mehrobimiz ichki qismi mana abdelka ishlari deydi, shunaqalari bo'lgan. Mana bu yerda naqshlari, mana xudo xolasa inshaalloh mana oyatlar yoziladi devorlarga. Azizlar, barcha birodarlarimiz sizlar bilan birgalikda mana masjidimizni ancha mana ko'rinar holatga, yaxshi holatlarga keltirib oldik mana. Inshaalloh mana bundan keyin ham ishlarimiz ko'p, hali g'ayrat qilasizlar degan umiddamiz. Masjidimiz tez fursatlarda bitib, shu masjidimizda birgalashib, yonma-yon turib namozlarni ado qilmoqlik barchalarimizga nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.